Demak, hurmatli o'quvchilar, bugungi darsimizni boshlab olamiz. Bugungi darsimizda kompyuter yoqilgan holatda, demak, umumiy tanishib chiqamiz. Ekran nima, рабочий stol deymiz rus tilida. Demak, ishchi maydon deb ataladi o'zbek tilida. Nima ekanligini, nimalardan iborat ekanligini ko'rib chiqamiz. Xo'sh. O'zi aslida ekran 3 qismga bo'linadi. Birinchi qismi mana shu ochiq turgan qism hisoblanadi. Ishchi maydon deb ataladi. Bu ishchi maydonda dasturlarni, fayl papkalarni yorliqlari yoki fayl papkalar mavjud bo'ladi. Mana bu yerda chap tomonda turgan hammasi bular yorliqlar va fayllar. Fayllar va papkalar. Bularni ajratish yo'li endi shu dasturlarda ishlab ko'rgan odam faqatgina qaysi nimaga tegishli ekanligini ajratib oladi. Xuddiki telefonda ilovalarni ajratib bilgan kabi. Misol uchun qaysi dastur nima ekanligini telefonda bilasiz. Xuddi shunday, bunda ham mana ilova deb tasavvur qiling. Telefondagi ilova, Telegram, Zoom dasturi, elektron imzoning bu ham dasturi, ya'ni yorlig'i va boshqa va hokazo. Endi bularning hammasini aytib o'tishga vaqt yo'q. Dasturlar, programmalar degan mavzumizda o'tamiz. Bugun ishchi maydon, dasturlar bilan tanishish, dasturlarni o'rnatish, panel upravleniya bo'limi bilan tanishib chiqamiz. Ikkinchi bo'limi bu ishchi maydon deb ataladi. Men secret qilib qo'yganman. Mishkani tepaga ko'tarsam yo'qoladi, pastga tushsam paydo bo'ladi. Sizlarda to'liq ochilgan turadi. Uni keyinchalik nastroykasidan to'g'irlab secret qilib qo'yishni o'rgataman. Bu ishchi maydonning masalalar paneli, ish vazifa bajarayotgan panel hisoblanadi. Ish vazifani ekran bajarmaydi. Masalalar panelida tushib turadi ish maydonida. Ya'ni mana bu yerda men ochib qo'yilgan, misol uchun mana Google brauzer yoki bo'lmasa alohida Telegram turibdi, bu ham ochiq turibdi, PowerPoint turibdi va fayl papka turibdi. Buni ishlab turgani, ya'ni ochilgan ekanligini ko'rsatib turadi. Buni yopish uchun fayl papkaga kirib X tugmasini bossak, yopiladi. Demak, yoki bo'lmasa ustiga 10 tugmani bosib turib, закрепить okna qilsak bo'ldi, yopiladi. Xuddi shunday tartibda biror bir dasturni ishga tushirsak ham, mana keling, biror bir dasturni ishga tushiramiz. Total Commander. Ishga tushirdik. Masalalar panelida ham paydo bo'lib qoldi. Masalalar panelida oldin рабочий stolda, ya'ni ishchi maydonda turgan dastur katta bo'lib ochilib turibdi. Buni masalalar paneliga tushirib qo'yish uchun mana bu chiziqchani ustiga bossak, sвернуть deb nomlanadi ruskiyda. Masalalar panelida turibdi, lekin ishchi maydonimizda ochiq emas. Bu masalalar panelida ish vazifa bajarayotib turibdi lekin. Ya'ni operativ xotirani ishlatib turibdi hali ham. Shuning hajmi qancha bo'lsa, shuncha hajmdagi operativ xotirani joyini egallab turadi. Ishchi maydondan, ya'ni masalalar panelidan o'chirib qo'ysak, bo'ldi, azumiz tozalangan hisoblanadi. Shuning uchun har doim biror dasturni ochdingizlarmi, uni yopishni ham hisobini olinglar. Chunki kompyuterimizning azusi cheksiz emas, cheklangan. Uni ortiqcha yuk bilan, bosim bilan ushlab turib bo'lmaydi. Kompyuter qotishiga olib keladi. Shuning uchun yopib ishlatgan yaxshiroq. Xo'sh, ikkinchisi masala paneli ikkinchisi hisoblansa, uchinchisi bu maydondan tashqari yana bitta maydonning hosil bo'lishi. Buni oddiy usulda ko'rsataman. Misol uchun mana bu Windowsning 7, Windows 10 larda boshqacharoq. Windows 11 da mana o'zini asosiy belgisi bor. Shuni ustiga bosgan vaqtimizda qo'shimcha создание рабочий stol chiqadi. Plus tugmasini bossam, menga boshqa bir ishchi maydon ochadi, yorliqlari turadi, lekin boyaki masalalar panelidagi bor narsalar yo'q. Ko'ryapsizlarmi? Bu ikkita ishchi maydonni bildiradi. Men misol uchun shuni ustiga yana bir marta kelsam, mana birinchi, ikkinchi рабочий stol. Birinchisiga o'tsam, boyaki bajargan ishchi maydonim turibdi. Buni qachon ishlataman? Mabodo ikkita ekran qilib olib ishlatmoqchi bo'lganimda yoki bo'lmasa biror bir ish vazifa bajarib turuvdim, kimdir keldi, ishchi maydonimni nima bajarib turganimni ko'rmasligini hisobga olganim uchun men shuni yangi oyna ochib olaman. Bu yerda keladi, закрепитda yoki bo'lmasa nonda yo'q hech narsa. Ishchi masalalar panelida hech narsa ishlatmayotganday bo'lib turaman. Ko'pincha bular ishxonalarda ishlaydigan ishchilar zerikib qolgan vaqtda o'yinni ochib oladi-da. Endi shular uchun demayman, endi hamma uchun.
o'yinni berkitib qo'ya olmay o'tiradi. Mana shu ikkita oyna qolsa o'ziga qulay, sekingina o'tib ketaveradi. Bu oynadan oynaga o'tishni ham klavishlar buyruqlari degan darslik o'tgan vaqtimizda o'rgataman. Demak, 3 ta bo'lim tanishgan bo'lsalar, endi panel управления, ya'ni настройка deymiz, o'zbekchasida parametrlar bo'limi. Unga qanday kiramiz? Agar ekranda bo'lmasa parametr bo'limi, pusk menyusini ustiga bosamiz. Bu yerda qidirish joyida russkiy alifboda, agar kompyuteringiz angliyskiy bo'lsa, inglizskida turaversin. Agar kompyuteringiz ustanovkasi russkiyda bo'lsa, panel управления degan so'zni yozamiz. Men hozir russkiyga o'tib oldim. Panel управления. Panel управления ochib olamiz. Ustiga bitta bosamiz, panel управления bo'limi ochiladi. Ko'pincha sizlarda mana bunday holatda ochilishi mumkin. Ya'ni krupniy значок, ya'ni значок holatida ochiladi. Bunday holatda iloji bo'lsa kategoriya degan ko'rinishiga olib o'tinglar. Shunda qaysi bo'limda endi umumiy bitta asosiy bo'limlar qilib bo'lib olingan. Buni bitta ishlab chiqishni o'rgataman. Bizlar ishlaydigan bugungi bo'limimiz programma degan bo'lim. Ko'pincha kompyuterimizda svobodno bo'ladi, biror bir dastur o'rnatmoqchimiz yoki programma o'rnatib qo'ymoqchimiz yoki ilova o'rnatib qo'ymoqchimiz yoki qo'shimcha imkoniyati bor bo'lgan funksiyalarni chiqarmoqchimiz, ishlamoqchimiz, o'chirmoqchimiz. Ana shu vaqtda borib ustaga murojaat qilmaymiz-ku hadeb. O'zimiz kompyuter ishlatib bo'lib. Asosiy qiladigan ishimiz dastur o'rnatishimizni olishimiz kerak. Dastur o'rnatishimizni qanday amalga oshiramiz? Biror bir dasturni yuklab olamiz internetdan. Mana men ikkita dastur yuklab qo'yganman, ikkalasi ham bir xil narsa, lekin ishlatishni ko'rsataman, qanday o'rnatishni. Bu dastur o'rnatiladigan dastur ekanligini qayerdan bilamiz? Dasturni tip degan joyida, ya'ni tip element. Ya'ni tip element degani o'sha formati. Mana приложение degan yozuv turibdi. Shuni ustiga agar 10 tugmani bosib, свойства qilib ko'rsak ham, mana bu dasturda o'rnatiladigan dastur ekanligi haqida ma'lumot beradi. Dasturning ustiga chap tugmani, mishkani chap va o'ng tugmasi mavjud. Aytmoqchi, buni ham tanishtirib ketay. Mishkada chap va o'ng tugma mavjud. Mishkaning chap tugmasi context menu uchun, ya'ni o'ng tugmasi context menu uchun, mishkaning o'ng tugmasi, chap tugmasi bu belgilash uchun. Bir marta bosganda belgilaydi, 2 marta bosganda enter vazifasini bajaradi, ya'ni kirish, tasdiqlash degan ma'noni bildiradi. 2 marta bosgan vaqtimda enter, ya'ni kirish tugmasini vazifasini bajaradi. Dastur ustiga 2 marta bosdim. Dastur ishga tushdi mana. O'rnatishni so'rayapti. Next tugmasini bosaman. Next tugmasini bosaman. Endi bu yoqdan bizga mana shu o'zi turgani yaxshi. Adobe FineRider 11 versiyasida biror bir hujjat tayyorlanganda shunga ochib bersin deymiz. Mana dastur o'rnatildi. Bu Windows Microsoft Windows'da logo degan dasturi. Bu dasturni ham tushuntiraman, hali o'rgataman. Oson chizmalar chizadi. Kodlar yordamida chizmalar chizadi. Endi qiladigan ishimiz masalalar panelidagi panel управления bo'limini ochgan edik. Biror bir keraksiz dasturni o'chirishni o'rgataman. Udalitga kiramiz. Mana programma, xohlasak programmani o'ziga kirsak, mana juda ko'plab bu yerda ham vazifalar turibdi. Programma komponentiga kiramiz va bu yerdan ixtiyoriy kerak bo'lmagan dasturni o'chirishni o'rgataman. Mana bu yerdan qarab chiqamiz. Qaysi dastur bizga kerak emas, ishlatmayapmiz. Ishlatmayotgan dasturni aniq bir topib olishimiz shart. Chunki ishlatib turgan dasturni o'chirgan vaqtingiz qaytib ishlamaydi. Menga misol uchun driver Buster degan 12 degan versiyasi hozircha kerak emas, anchadan beri ishlatmayapman. Meni kompyuterimda ortiqcha joy egallab turibdi. Ustiga bir marta chap tugmani va tepadagi udalit tugmasini bosaman. Bu yerdan nima uchun o'chirayotganimni belgilayman. Menga misol uchun ortiqcha litsenziya so'rab qoldi. O'chirib tashlayman.
Hamma dasturda ham nima uchun o'chirayotganingiz haqida so'ramaydi. Mana o'chdi. Yana biror bir dastur kerak bo'lmasa, pastga tushib, keraksiz dasturni oldin o'sha o'chirmoqchi bo'lgan narsangiz nima ekanligini aniq ishonch hosil qiling. Bo'lmasa o'chirib qo'yib, kompyuterda o'zi ham o'chib ketib qolishi mumkin. Operatsion tizimini ham achibga berib qolishi mumkin. Shuning uchun nimani o'chirmoqchi ekanligingizni aniq o'zingizga ishonch hosil qilib, nomini eslab yoki nomini ko'rib olib, keyin undan keyin o'chiring. O'chirdik. O'chirishni o'rganib olgan bo'lsalaringiz, endi orqaga qaytamiz. Demak, panel upravleniyadan programma degan bo'limga kirib, programma komponentiga kirib o'chirdik. Undan tashqari dasturda panel upravleniyada juda ko'p bo'limlari bor. Xuddiki telefonning настройка bo'limiga singari bu yerda учетный запись пользователь bor. Bu haqda alohida tushuncha beraman hali va internet setom bor. Безопасность, sistema безопасность bo'limi bor. Bu antivirus degani. Ya'ni kompyuterning o'zini защита himoya qiladigan bo'limi. Va boshqa endi soatni to'g'irlash bu aniq, printer, zvuk va qo'shimcha qurilmalarni ulash imkonini beruvchi bo'limi va hokazo. Mana shu hamma bo'lim bilan alohida olib darslik qilib o'tamiz. Bugungi vazifalarimiz uyga topshiriq, ya'ni hozirgi vazifalarimiz mana shu programma bo'limidan biror bir dasturni o'chirish va internetdan Google'da ochasiz. Google brauzerda ochasiz. Biror bir dasturni, misol uchun, mayli shu keling WinLogo degan dasturni latinskiga o'tib olamiz, o'zbekcha. WinLogo. Shu dasturni qidirib topasiz va kompyuterga o'rnatish topshirig'i beriladi. Demak, dars tushunarli bo'lsa, rahmat.